Joriy yilning 4-6 iyun kunlari mamlakatimizda Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik bo'yicha Termiz muloqotining ikkinchi yig'ilishi bo'lib o'tadi. U O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti va O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tomonidan Osiyoda o'zaro bog'liqlik va ishonch choralari bo'yicha kengash hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlikda tashkil etilyapti. Tadbirning asosiy qismi Toshkent shahrida bo'lib o'tadi va unda siyosiy muloqotni mustahkamlash, iqtisodiy o'zaro bog'liqlikni kengaytirish, iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish, madaniy-gumanitar aloqalarni chuqurlashtirish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Tadbirda Osiyoda o'zaro bog'liqlik va ishonch choralari bo'yicha kengashga a'zo 27 ta mamlakatning shu yo'nalishdagi vazirliklari vakillari, Markaziy Osiyodagi strategik institutlarning ekspertlari, Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Rossiya, Janubiy Kavkaz va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Xitoy Xalq Respublikasi, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yetakchi tahlil markazlarining mutaxassislari, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning vakillari ishtirok etadi. Tadbir dasturiga muvofiq Termiz va Samarqand shaharlarida ham tadbirlar tashkil etiladi. Termiz shahrida Aerotom xalqaro savdo markazi, Termiz Cargo Center ko'p funksiyali xalqaro transport logistika hubi va Afg'oniston fuqarolari uchun ta'lim markazi faoliyati bilan tanishish, Samarqand shahrida Registon, Boqiy shahar va Imom al-Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markaziga tashrif buyurish ko'zda tutilgan.